Assalamu alaykum Elki To'rining aziz ishtirokchilari. Elki To'ri ekran orqali sizlar bilan davomli yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xursandmiz. Biz bugungi suhbatimizga alohida bir mehmonni, ya'ni Xinjiang Pedagogika Universitetining professori, shoir, ma'arifchi Abduqodir Jaloliddin taklif qildik. Undaq bo'lsa diqqatinglar davomli Elki ekranimiz bo'lsin. Natiq bo'lish uchun nutq so'zim degan gapni rasm degan vaqtda. O'zim xizmat hayotimdagi tunji qadamni, ya'ni shu o'qituvchilikdan og'ir. Yani cemiyetten çıkıp, aqliy nuqtai ma'lum masalalarni kuzatib, kuzatgan vaqt fikri hasılatlarını o'zini o'qirmanlarga taqdim qilish, ularni o'ylantirish, bu bir ziyolidan mas'uliyat deb qaraymiz-da. Bunga to'g'ri chiqish mening doim bir odatimda chiqib turman. Lekin to'g'ri hozircha o'zim yozmalarimni yo'llab boqmadim. Menimcha ishlarni so'zlaydigan maydon texim ko'p bo'lish kerak. Maydon ko'p bo'lsa, so'zlaydigan odamni texim ko'p yetishib chiqib, buni men bilmaydigan gapni ochiqman. Sahra adabiyoti degan uchun yayloq adabiyoti degan gap chiqib chiqishi mumkin. Onun keyin kan adabiyoti, harbiy ishlar adabiyoti adabiyotlar bo'lishi mumkin bo'ladi-da. Xinjiang Pedagogika Universitetining professori, adabiyotshunos ustoz Abduqodir Jaloliddin 1964-yili Qashqarda tug'ilgan. 1982-yili 9-oydan 1986-yili 7-oygacha Qashqar Pedagogika institutida o'qigan. 1986-yili 7-oydan 1988-yili 9-oygacha Xinjiang tajriba o'ttir maktabida o'qituvchi bo'lgan. 1988-yili 10-oydan 1990-yili 7-oygacha Xinjiang Ma'arif instituti ilmiy tadqiqot o'rnida ilmiy jurnal muharrirligini ustiga olgan. 1990-yili 8-oydan 2009-yili 11-oygacha Xinjiang Ma'arif institutida o'qituvchi bo'lib ishlagan. 2009-yili 11-oyda Xinjiang Pedagogika universitetiga yo'tkilib kelib, aspirant yetakchisi bo'lgan. U uzundan buyon ma'rif sohasida ishlash jarayonida nurg'un qatim avtonom rayonlik va mamlakatlik baholashlarda ko'plagan mukofotlarga erishgan. Adabiyotshunos ustoz Abduqodir Jaloliddin bir tarafdan ma'rif ishlari uchun o'zining tirishchanligini qo'shsa, yana bir tarafdan 2000-yili 10-oyda Abduqodir Jaloliddin maqolalar to'plami nomli maqolalar to'plamini, 2005-yili 3-oyda o'zini izlash bosug'isida nomli maqolalar to'plamini, 1995-yili Aql Farosat mevisi va shayton nomli maqolalar to'plamini, 1993-yili So'qiyotgan yurak nomli she'rlar to'plami, 2001-yili Bo'shliq nomli she'rlar to'plamini keng o'qirmanlarning huzuriga sunib, jamiyatda kuchli inkas qo'zg'agan. Ustoz Abduqodir Jaloliddinning ish izlari va uning yurak so'zlarini anglash qiziqsangiz, diqqatingiz ustoz Abduqodir Jaloliddin bilan Elki ekrani suhbat nomli ziyorat filmimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Abduqodir muallim. Va alaykum assalom. Oldi bilan o'sha Elkidagi barliq to'rdoshlarga salomimizni yo'llab o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. To'rda meni ko'rayotgan qadrdonlar. Albatta o'sha Elkining ziyorat orqali kam to'rdoshlarning bir uchrashish fursatini bo'lgani uchun sizlarga aytdi. Memnun his qildim. Sizdan so'rab baxsam, siz odatda Uyg'urcha to'rbatlarga chiqib turasiz. Endi to'rga chiqish mening doim bir odatimda chiqib turman. Lekin to'rga hozircha o'zim yozmalarimni yo'llab boqmadim. Chunki hozir sharoitda to'rga kirgan odamlar bizning to'rdoshlarlar ko'payib ketdi, ko'payyapti. Ma'lum mandirib ketgan vaqtida jurnal yoki kitobni ko'rgan odamlardan qaraganda bularning soni ko'p deyishgan bo'ladi. Andan keyin bu xil universallığı bada buni surat, ovozdan tortib, hatto mazmun, yoziq, ko'p xil vositalar buni birikib ketgan bo'lg'achqa kishilarning diqqatini bir xil jalb qilish yo'li bor. Kishilarning qalbiga chuqur ta'sir ko'rsatadigan yo'li bor. Yana birisi to'g'ri kirgan vaqtda jamoatning qiziqish nuqtasi nima qiziqadi. Ularning qimmat qarashida qanday o'zgarishlar bo'ladi. Jamiyatdagi va turmushdagi konkret shay va hadislarga nisbatan qanday pozitsiya tutadi. Bularni doim kuzatib bilib turishga nisbatan ahamiyat deb qarayman. Menimda o'sha Uyg'ur ideologiyasi sohasida belgili bir tirishchilik ko'rsatayotgan bir shaxs bo'lish bilan o'zimning o'qirmanlarimniki, xalqimning, o'zimizning o'quvchilarimizning, jamoatningki qiziqishi nima, bular qanday narsa yaxshi ko'rdi, qanday narsa o'ch ko'rdi bilib turishim kerak-da. Shuning uchun to'g'ri murojaat qilmoqda.
Benim kişilerin, karındaşlarının onun kıymet karşına. Roy halatını, onun reyonluğunu küsüp duruşun diken oyunlar vasıf olup kirvadıdı. Məlim cəhətim ilə yiğitən yazıqçılığın və tədqiqatın nisbətən yani məsələçilik rolunu oynadığı deyip qarayım. Abdülkadir Muallim, siz burun şiirlerini köprek yazattınız. En dastlabki bu şiir hayatınızını bizga eslab berasiz. Umum mənnilik etqan vaqtda hər qanday adam yaş vaqtida lirik şair bo'ldi. Şimdi 18 yaş vaqtida naqsh etmagan kim bor deb bir gapni bor. 18 yaş haqida kuylangan naqshlarni bizni ajaq. Sebebi yaşlıkның özü bir romantik devre. Şiir yazmaganlarni tabiatı şair bo'lganlar. Ben şiir yazdım, toplamlarını ilan kıldım, şiiriyet obzorçuluğu bilen şugullandım. Hem hazır bir şiir yazıvatım. Hem de hazır bir otur yaşı kirip kaldık. Yaşlık devrimizdeki ve otur yaşlık mezgilimizdeki bizimizin şiiri tuyuk hakkındaki karşımızda okşaşılmaydı. Hem de az bir kadar çıkan vaktimiz şiiri dünyada muamele kılış, özümüzün hayacalarına tuygulu muamele kılış hem okşamaydı. Yani ben Ali Marip sahası işliği lazım. 20 netçil bulup gitti. Bir yerde tabi bizge talep demeniz, nezeriye cahil tedkikat talep buyurdu. Bulunma Uygur edebiyatı meselesi, Uygur marif meselesi, medeniyet meselesi ki tedkikatçılık bizim şu hizmet orumuzun ihtiyacı. Münverdi bolgan ikimiz göz aldığımızdaki okuşlarının ihtiyacını kanaatlendirir için biz bir kolumuzdan okutuşuna, bir kolumuzdan tedkikatını çalışmamız gerekiyor. Şunun için ben tabi halde öz hizmet ordumunun ihtiyacıyla keyince nezeriye tedkikatlarını görüşü olup kaldım. Yani olup mu yakın mezgillerden beri bazı publistik makalalarını ilan kılgandan keyin bununla jurnallarının bahasını yaxşı oldu, okurmenlerinin bahasını yaxşı oldu. Andan keyin bu cəhət taleplerden çıkırak oldu. Şunun qaragan vaqtda bizning okurmenlerimiz endi aqliy jihatga fikir ve diagnozlar bekrak ihtiyacı bo'lgan o'xshaydi deb qaradik. Jurnallarni ko'proq bizga mana shu narsani zakaz qilib turib oldi. Bir ziyolining bir mas'uliyati bor. Endi o'zining she'riy tuyg'ularidan ichida mas'ul mustarak bo'lib ketmay, yana bir jamiyatdan chiqib, aqliy nuqtadan ma'lum masalalarni kuzatgan vaqt fikr hosil qilgan fikriy hasilatlarni o'zining o'qirmanlarga taqdim qilish, ularni o'ylantirish bu bir ziyolining mas'uliyati deb qaraymiz-da. Shuning uchun bu mas'uliyatni tabiiyat ustimizga oldik. Chunki ko'proq publistik maqolalarni ko'proq yozib okurmenlerle müşkülotunu köprek uçuruşlanmadık. Lekin özümün tenha vaxtlarında, özümünki resmi işki dünyasına qaytib kelgan vaqtimda mening şiiri talqinlarla fikirsiz mas'ul bo'lgan, onun da rahatlanan vaqtlarim bor. Yani shunday vaqtlarda qo'lim qalam olib she'r yozaman ve o she'rlarni daftarlardan o'rnalib, onun belirli bir qismini antimecha matbuotlarda e'lon qilinmoqda. Men navbatda o'zimning she'r to'plamlarini tayyorlayapman. Mümkün kadar Allah qanchalik ömrni baxsh etsa, shunchalik vaqtim uchun she'riy tafakkurni ayrılg'im yo'q deb qarayman. Rahmat sizga Abdulkadir Muallim. Men sizning bir o'qirmaningiz bu sifatim bilan buningdan keyingi ijodiyat davomida ilmiy maqolalaringiz orqali dilimizni nurlantirib, she'rlaringiz orqali ma'naviyatimizni texnik beyitishingizga chin dilimdan umid qilaman. Rahmat sizga. Alloh xolisa. Abdulkadir Muallim, siz yaqinqi yillardan buyon nurg'ulg'an joylarda nutq so'zlab, ko'plagan do'stlarningki yaxshi bahoga erishdingiz. Sizni bir yaxshi natiq deb qarashga bo'ladi. Siz shu o'zingizga nutq so'zlash qobiliyatini qanday etil degan to'dashlar so'zlab bergan bo'lsangiz. Mening nutqimni alg'anlar meni yaxshi ekan degan bo'lsa, rahmat ularga. Agar shu yaxshi degan gap samimiy yerdan chiqqan bo'lsa, bu nomni men qabul qilaman. Yani bir jihatda bu yaxshi deyishni o'zi men qo'yilgan bir umid bo'lishi mumkin-da. Endi men natiq bo'lish uchun nutq so'zim degan gapni aslida Özüm hizmet hayatımdaki tuncu kademini yani şu okutçuluktan ağırladı. Okuşup durup çıkandan keyin özümün hizmet hayatımda tecrübe ettiğim mektepte okutçulukla işlem başladım. Onun beri tabiatı natırlık talep oldu. Yani o edebiyat okutçuluğu vallahi teşna olgan bütün maneviyatını şu söz arkalık verildiğinga, ma'nilarni söz arkalık şekillendirdiğinga bize talep koyulduğun bir sahnede. Şunun için biz tabiiyat ihtimal ders sözleşleri yanında özümüz bir nutq ilk sorup yedilgen buluşumuz mümkün. Ki alim marif işledim. Alim marif'ta ben şundan bir vaqtda ben de edebi icadiyatlarla şug'ullandim. Edebi icadiyat sahasida qo'l kelgan az to'la natija
ve ixtisoslik shu o'rnin ko'proq meni kishilardan keldi. Birini so'z berishga talab qilingan bir odam aylantirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuni so'zildim. Ehtimol men hozirgacha bo'liqda qanchalik kishilarga sanab bakmadım. Belki mening Örüm şehri, Qaramay, Turpan, Korla, Atuş deyimiz işte her qaysi vilayet, oblast, şehir yani bizim ailede yani Örüm şehirçiligi her qaysi o'tir başlangıç mekteplerde, ali mekteplerde yani ki yazgıçılar cemiyeti ve Akmonoylik edebiyat sanatçılar birleşmesi uyuşturgan yazgıçıların terbiyeleş kısmında bir kursta söz eşit olarak hep kaldı hem de. Söz verdim. Tabii sözü gelse ihtimal zamanda bir söz yalan adamga aylanma bo'lishi mumkin hem de. Yani bir qaraganda şu sözü teşendi cemiyetliklarning ehtiyoji bo'lsa kerak endi. Yani men jiq so'zlamaslikni o'zim to'g'ri deb qarayman aslida. Aslida jiq so'zlamay men yozsam bo'ladi deb o'ylayman endi. Hemen oynan bir gap bor, yozuvchi o'zining aytmoqchi bo'lganlarini yozish kerak deb qarayman. Ben tegin üzerine bir yazış noktasından bir yazsam, o bir yerde ilan kılınsa, keyinki evlatlarının maras bulkası tekimi yaxşı deb oylayman. Ama devrimiz kişilerinin ki bizden naq meydanda sözüşümüzge ihtiyacı bo'lgan ekan, bunu yaxshi bildik. Endi bu ommaviy yurishib ketishdan ki yaxshi tarafı bor. O'zimizning obraz orqali kishilarga bilim, ma'rifat tarafini uçurlarni vaqtida tarafini bo'ldi yaxshi tarafı. Yani tabii bizning obrazimizdek ommaviy yurishib ketgan vaqtda özümüzden obrazının üstünden biraz selmi ne taraflarına erkelişimiz mümkün, kısıksı bir paklaklaşıp gitişimiz mümkün. Şimdi bu cık yerde sözleştim ki hatırımı var, yaş terpim var. Yaş terpim de ibret erişine, kandak savak erişine, kandak bilim ve malumat erişine bilgen kişiler için kalakta. Onlar için kalakta yaxşı bir fırsatını temin etkenliğinden beraber buldum. Yama yeri özümüzün tolu amibaplaştırıp etken vaktimizde özümüzün hususi turmuş boşluğumuzu tarayıp getip hem iş kişilerin ki nazaret asılı kayıp kaldığı bir taraflar. Ama hem de bizim cemiyetimiz çok natıklar gerek. Bulupmamış koştul devrede natıklar tekimi gerek buldu. Özünün ana dilini pakiz, süpet sözü yerleydiğen, eğitmek boğan muddalını halkımız değil, toğru yetküz bireleydiğen, muşkul söz ilgileri, ana dilinin fasahati ekanligini, ma'ni ekanligini, güzel ekanligini his qildiradigan söz egalari navbatdagi jamiyatda ham ko'plab barliq kirish kerak deb qarayman. Shunga menimcha kishilarga so'zlaydigan maydon ham ko'p bo'lishi kerak. Maydon ko'p bo'lsa so'zlaydigan odamlar ham ko'p yetishib chiqadi. Abduqadir muallim yaqinda Uyg'ur adabiyotida shahar adabiyoti degan bir uqum paydo bo'lib qoldi. Mushu uqumning doirasi va bizdagi mushu shahar adabiyotiga munosabatli asarlar haqida ozroq so'zlab berasiz? Bunu men bilmaydigan ma'lumotni ochiqlantirib, masalan, qanday adabiyot shahar adabiyoti bo'ladi va bu shahar adabiyotdan boshqa bir xil adabiyotlardan nima orqali farqlanish kerakligi to'g'risida haqiqatan ko'pchilik to'liq qanoatlanadigan javobni berishga men ojizlik qilaman. Yani bunu manda tushunish kerakligini deb qarayman. Va shahar adabiyoti degan uqum ayrim bir janrning ya bir ayrim bir adabiyot iqimining ismi bo'lmasdan, balki asosan shahar turmushini bo'lib hozirgi zamon ma'nosidagi shaharlashishni o'zining asos temisi qilgan proza asarlari, she'r va boshqa janrdagi asarlarni ko'z tutgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Bu Uyg'ur adabiyot dastlab qadamda O'rim shaharlik adabiyot sanatchilari birlashmasi bilan Qaramay shaharlik adabiyot sanatchilari birlashmasi birlashib ishbali. Ko'plab shahar temisi yozilgan asarlarni bir muhokama qilib berish ehtiyoji bilan bir yig'in uyushtirib tasarruf. Bunu anladaki iki şehirninki teşkilat organlarındaki yaxshi mayallashtirishiga va qo'llashiga erishdi. Shuning uchun bu yig'in Qaramaydan ochildi, O'rim shahardan ochildi, bir qancha qatim ochildi. Shuningdek bu shahar adabiyotidagi huquq jamoatninki nazaridan o'rnagan bo'ldi. Agar bu shahar adabiyoti deganda mufassal ma'lum bir adabiyot, o'zi xos bir xarakter va alaylik va bir adabiyot deb qarash kerak. O'sha sahra adabiyoti degan gap chiqadi. Sahra edebiyatı degan uchun yaylaq edebiyatı degan gap chiqishi mumkin. Buniki kan edebiyatı, harbiy ishlar edebiyatiga edebiyotlar bo'lishi mumkin bo'ladi. Agar tema nuqtasidan parchash to'g'ri kelsa, ehtiyojlanadi. Temani qaratmalik qilib, shu temani yoritgan edebiy asarlarni muhokama qilish asosan nishon qilgan, balki bir muhokama yig'inlari, obzor, maqolalar yoki munbarlarni ko'z tutgan vaqtda ashla atisi bo'ldi deb qarayman.
Ama bundan keyin zade şehir edebiyatı degan bir edebiyat şekillendi. Bundan keyin desa men hozir javob berishga ojizlik qilaman ehtimalimda. O'zimning fikrim buni faqat tema jihatda gavlantirish uchun qo'yilgan ism bo'lib deb o'ylayman. Abduqadir muallim, şu ismingizni anglagan ba'zi kishilar sizni yozuvchi Jaloliddin Behram bilan almashtirib qo'ygan. Balkim shunday gap so'zlarni siz anglagan bo'lishingiz mumkin. Siz bir adib bo'lib sifatingiz bilan şu Jaloliddin Behramning asarlariga qanday qaraysiz? Men ko'chirib ketayotgan vaqtda ba'zilar daftarlarni ko'tarib kelib imzo qo'yib birin deb tanlaydilar. Asosan ko'pincha qizlar bular. Nazirat avvalo egalarek imzo qo'ymish shundan ko'pincha Jaloliddin Behram deb o'ylab qo'yilganda. Amaliyat Jaloliddin Behram bilan meni almashtirib qo'yayotganlikning o'zi meni o'qirmanlik jihatdagi mas'uliyatsiz to'g'risida paydo bo'lgan bir galvonlik ekan deb qarayman. Jaloliddin Behram mening farqimni xel va mayli chiroy nuqtasidan, mayli yosh Qur'on jihatdan, mayli qilayotgan ishimiz nuqtasidan qilayotgan ishimiz zo'r farq bor. Jaloliddin Behram aka vermas sazaver akamiz desamiz. Yosh cho'ng, men yaxshi o'qirman, odamdan keyin kitoblarni ko'p yaxshi ko'raman. Endi bu odam ko'proq ambibab proza ijodiyat bilan ko'proq shug'ullanadi. Mening ko'proq ilmiy tadqiqot xarakterli she'riyat, maqola, ma'nolar ko'proq shug'ullanadi. Bu nuqtada aytganda ehtimol Jaloliddin Behram akaning o'qirmanlarining soni mening o'qirmanlarim sonidan nihoyat ko'p bo'lishi mumkin. Jaloliddin Behram akaninki proza ijodiyati endi o'zi xos bir xoslikni yaratgan bo'lib bir ambibab proza, ambibab romanchilik jihatda Jaloliddin Behram alohida bir sayfini ochdi deylaymiz. Mening qarashimda bir adabiyotni, bir jamiyat nuqtasini kuzatgan vaqtimizda u adabiyotni da hamma narsa bo'lish kerak. Ambibab adabiy asarlar bo'lish kerak. Bolalar asarlari bo'lish kerak. Buna bir turkum aslında yuqori saviyalik odamlar ko'radigan ma'qul yuqori sifatli asarlar bo'lish kerak. Ilmiy qatlamga yuqori badiiy saviyaga vakillik qilgan asarlar bo'lish kerak. Bu xuddi piramida o'xshash, uning kuchi, inchka, to'ni, tom, bo'ladigan bo'lishi mumkin-da. Sog'lom bir adabiyot har qanday saviyadagi, har qanday estetik talabdagi bir odam o'zining ehtiyoji tushliq bo'lgan bir asarni topa oladigan bir adabiyot zemini bo'lgan bo'libdi. Bu joyda adabiyot ta'minot sog'lom bo'lgan. Şuna Jaloliddin Behram ambibab romanchilikni barpo qilish va zo'r turkum kitobxonlarimizni adabiy o'qirmanlikni ichiga solib ekirish jihatda o'zi xos bir xil tuhfa yaratgan bir shaxs deb qarayman. Nihoyat afsuski, menimki o'qirmanlar deydiganim Jaloliddin Behram akaga taalluq bo'lgan shon sharafni o'ziga bersin, menga taalluq bo'lgan sharafni menga o'zimga qaytarib bersa, nihoyat sog'lom bo'ladi deb qarayman. Bunlar aytganda matbuotni ammiy medyani demokratiya darajasiga ko'tarish jihatda to'rni o'ylagan roli ajoyib katta bo'ldi. To'g'ri, ma'lum aytganda nopozlik yozishlarning nopozini ambibablashtiradi. Xohlasa har qanday bir odam yozuvchi bo'la oladi. Ulug'liq oddiy kishilarga mansub degan bir prinsip to'g'ri nuqtasida ma'lum jihatdan amallashtirilishi. To'g'ri vasita orqali o'qirmanlarim bilan bizlar diydorlashgan uchun o'zimni vaqt kes qilaman. Balkim to'rdoshlarning mendan kutilgan umidlarim bo'lishi mumkin. Şu Uyg'ur tarbiyatlarının taraqqiyoti va siz his qilgan masalalar haqida o'zingizning o'ylaganlaringiz bormi? Bu haqda sizning qimmatli fikringizni anglab boqqan bo'lsak. Uyg'ur to'rchiligi ma'lum etgan mayli uning adabiyligi jihatdan mayli uning uchirchanligi va ilmiy jihatdan vaqtda o'zi xos bir xarakterini endi shakllantirishga boshladi deb qarayman. Albatta buning o'ziga xayr o'qirmanlari, zo'qmanlari, nazoratchilari ham bir paydo bo'ldi. Endi hozirgi mening ko'zishimcha bo'lgan vaqtida to'r paydo bo'ldi, to'rdoshlar paydo bo'ldi, lekin to'r axloqda shakllanmadimi deb qarayman. Bo'libmi, ba'zi masalalar haqida munozara qilgan vaqtda, ayrim shaxslar haqida fikr baholarni bergan vaqtida ba'zi to'rdoshlar yoshirin bir nimalarni atalg'i bilan yoki taxallusdan kirib ba'zi kishilarni istatilgan gaplarni qilib qo'yishi mumkin. Lekin to'g'ridagi bu mavhum bo'shliqdan foydalanib turib, xil-xil obraz, xil-xil nom ata, xil-xil qiyofatdan kirib chiqib, to'g'riga nisbatan o'xshamagan bir xillikda fitna holatidagi kishilar yaqinlarni shakllantirib qo'yish ehtimoli bo'ldi. Bundaki mudda ehtimollar bir bo'lishi mumkin. Mening qarashimda bir xil to'g'rida yaxshi bir yeri bu to'g'rida adamlarning kam bepoyon bir bo'shlikdan ta'minlanadi. Bu bir jurnal ya bu gazet deganlar maxsus kasbiy yozuvchi ya shoir, adiblar
yoki qalim ma'lum chiqqan adiblardan cheklangan narsa aytadi. Tor endi bundaq shunday bir fursatda berdiki, har qanday bir havasgar xalqqa vaqti bir kirib, o'zi asarda e'lon qilib qo'ysa bo'laveradigan bo'ldi. Mana shu aytganda matbuotni, ommaviy mediani demokratiya darajasiga ko'tarish jihatda Torning o'ynagan roli ajoyib katta bo'ldi. Bu biz haqiqatan bizni mamnun qiladigan, suyundiradigan bir natija deymiz endi. Men mumkin qadar shuni xohlaymanki, jamiyatga har qanday bir qonuniy huquqiy ega bo'lgan fuqaro jamiyatga ma'lum masala haqida o'zining fikrini bayon qila oladigan bir sahna yaratilgan bir jamiyatni bir ilg'or jamiyat deb qarayman. Hammadan fikr qilayotgan, hammadan jamiyat o'zining ishini nazorat qilayotgan, uni xo'jayinlik qilayotgan bir jamiyat barpo bo'lish kerak ekan bu. Tor mana bu narsani ilgari suradi deb qaraymiz. Albatta bir shart endi. Qanday gapni dis qonunli bo'ldi, qanday gapni qonunsiz bo'ldi, Alloh haqiqatki qonuniy savat va to'g'ri kirayotgan odamlarni tushunishga oydin bo'lgan bo'lish kerak bo'ladi bu yerda. Shunga to'g'ri kiradigan odam oldindan ma'lum belgili bir qonuniy savatni hazırlab kelish kerak endi. Yani şu şart halının avalasında xalqın fikrini qilish bo'laverdi. Albatta bir kishining izzati va g'ururiga daxl ta'riz yetkazmaslik sharttasida fikrni ilgari surish, cho'nqurlikni ilgari surish jihatda qarorda har qanday fikrni bayon qilsak bo'ladi. Mana Tor bizning yoshlarimizni mana bu xil imkoniyatdan ta'minlash bo'libdi endi. Yani keyin ma'lum bir masalada biz ko'p nuqtadan ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldik. Masalan, har qanday bir salohiyatli bir odam, ya bir oliy maktab o'quvchisi, ya ish tutgan bir yosh, ya bir hunarmand bir kasb yoki qandaqdir bir odam bir masalani o'zining kasbiy nuqtasidan yoki o'stirayotgan jamiyatning ijtimoiy qatim nuqtasidan ko'rsatib baho berish mumkin-da. Shuning uchun Torning yana bir yaxshi bir masalani har xil nuqtadan va har xil qatlam nuqtasidan ko'rsatishimizga nisbatan yaxshi bir fursat, yaxshi bir imkoniyat deb qaraymiz. Demak, Torning aytayotgan narsalar fikr bayon qilish, individuallikni joriy qildirish, ommalarning masalalar ko'ngil bilish nuqtasini bir markazlashtirish ve onun kendilikle ve ma'lum ko'lamga ega qilish jihatda Tor hozir kishilarning turmushda ham do'st bo'lmagan narsaga Alloh bir ayni bo'ldi-da. Endi mana shunday vaqtda endi shu Tor betlarini echayotgan xodimlarni mushkul mas'uliyatni tutib kerak bo'ldi. Masalan, endi xalqning bir odam ma'lum bir tushunmagan asarni berib qo'yishi mumkin. Endi keyin o'zi ixtiyorsiz holda o'zi o'chiradigan ma'lum odamlarga hujum qilib qo'yishi mumkin. Yoki ihtimal bu xato bir fursatdan qaylinib turib, ma'lum bir fitna paydo qilib qo'yishi mumkin. Boshqalarning obrazini anchimish bulg'ab qo'yadigan gaplarni qilib qo'yishi mumkin. Bundan biz ajr erishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri, ma'lum masalada shaxsiy fikrni o'tirib qo'yish bilan ma'lum nisbatan zaharxandlik qilishdan albatta zo'r farqi bor-da. Buni jamoatning bilaydi, bizni bilaymiz endi. Shunga hozir sharoitda endi to'g'ri ma'lum aytganda nopuzlik yozishlarning nopuzini ambibatlashtiradi. Xolisa har qanday bir odam yozuvchi bo'la oladi. Qalam ilishni xohlagan va mushtat mehnat qilishni ustiga ilishni xohlagan har qanday bir odam o'zining asarni e'lon qilsa bo'ladi, jamoatni yuz ko'rishsa bo'ladi. Qanday asarning qanchalik asar ekanligini jamoatni baholaydigan bir xil bir ahvol shakllanadi. Burungi adabiy o'zrochilik sohasidagi do'stlar qilgan xohishni bu Tor shundan barbod qilib o'tdi deyish bo'ladi. Shunday bo'lgandan keyin ehtimol eng buyuk asarni biz o'ylab baxmagan bir avtordan chiqib kelishi mumkin. Intayin fasohatli bir parcha she'r, kuchli bir parcha obzor, jamoatning diqqatini qattiq rad qila oladigan bir parcha fikr yoki bir bayonnoma ehtimol biz o'ylab baxmagan oddiy bir odamdan chiqishi mumkinligi bo'ladi. Shu ulug'liq oddiy kishilarga mansub degan bir prinsip Tor nuqtasida ma'lumotni amallashdi deyish bo'ladi. Endi shu ko'lam Tor boshqaruvchilardagi bir boshqaruv jihatidagi bir ma'lum saviyani talab qildim. Yana birisi Tor boshqaruvchilar hamisha avomning istixiyalik fikriga tayinib qolmasdan, avomning fikrini yetaklaydigan maqolalarni tonish kerak. Endi jamoatning ichidagi odam boyligi va fikr boyligini yaxshi qezib turib, Tordashlarningki fikrini oliy, yaxshi, to'g'ri bo'lgan bir tafakkur bilan betishi va ularni yetaklash iqtidori bo'lish kerak bo'ladi endi. Shuning uchun chet el tilidagi, xanzu tilidagi va boshqa bir qarindosh millatlarning tilidagi ma'lum jihatlarga chaqiriq kuchi bo'lgan, ilmiy qiymati bo'lgan biz asarlarni darhol vaqtida tarjima qilib biz to'g'ri tanishtirishimiz kerak. Shunga ba'zi mashhur maqolalarni g'ulg'ul qo'zg'agan, ilmiy jihat belgilik bir saviyaga vakillik qila olgan maqolalarni biz o'zimiz odam uyushtirib tarjima qilib to'g'ri qo'yib qo'ygan vaqtimizda bizning dash qazinimizga to'g'ramchilar ancha tushib tursa, bizning g'izoyimizni qara ta'rif qilish mumkin-da. Agar bir jihatga qaraganda bunda o'zining adresini, o'zining kimligini ma'lum qilmay turib,
ıgva yani fikirlerini bayan qilishim bo'ladi. Shuni biz hozir navbat nega duch kelyaptimizga vaqtda to'g'ri axloqi yoki bo'lmasa munozir axloqi degan bir masalaga duch kelyapmiz. Valanki bu axloq bizlarda to'liq yetirib bo'lmaganda turdi. Atqadim olim siz ko'p rahmat. Tordagi masalalar va Uyg'ur turbatlari haqida nayt atrofli so'zlab berdingiz. Oxirida sizning bizdan kutadigan umidingiz, qanday umidlaringiz va mushaqda yurak so'zingizni olib boqgan bo'lsak. Xalq ichida didor g'animat degan bir so'z bor. To'g'ri vas orqali bizim o'qirmanlarim bilan bizdan didorlashgan uchun vaqt kes qilaman. Umid intayin jiq. Buni hozirda aytib berishni aytas. Sekin asta qadam yana nurg'un umidlarni deyishimiz mumkin. Balkim to'rdashlarning menda kutilgan umidlarim bo'lishi mumkin. Ammo bizning ma'lum bir fikrni o'tirib qo'ygan vaqtida, ma'lum bir umidni o'tirib qo'ygan vaqtda bizningki maqsadimiz qanchaga oliyjanob bo'lsa, bizningki yetilgan nishonimiz, erishilgan mahsulotlarimiz taqim barliq bo'lib qolaman. Andan keyin har qanday fikrda mening degan fikrim faqat o'zimning shaxsiy fikrimga vakillik qiladi. Balki bunun ma'lum bir haqiqat, ma'lum bir chillik bo'lishi mumkin. Lekin shu haqiqatning o'zi bo'lishi notayin. Har qanday bir haqiqatmi şu anlıqçı adamlarınki talqin qilishi, fikir mulohaza qilishi, o'zining fikir o'tganlardan o'tkazishi orqali qanday haqiqatligini namoyon qila oladi. Shuning uchun men barliq to'rdashlarningki o'ylanib mulohaza qilib turib qabul qilishini va atrofimiz jamiyatga barliq masalalarga nisbatan bu tur mas'uliyatli bir odamlarga aylanishini, har bir bizning obrazini, har birimizning bir muhabbatini bir parish qilishda o'rtaq mas'uliyatni ustiga olishni umid qilaman. Rahmat, sizning shu qimmatli vaqtingizni chiqarib, bizning ziyoratimizni qabul qilganligingizga chin dilimizdan rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Siz va bizning umidimiz al kuyi to'g'rida amalga oshsin. Alning yo'lida tashladik qadam. Al kuyi biz uchun bir illiq vatan. Al kuyi to'g'ri